Dasturchilar oyiga necha pul topadi deb o'ylaysizlar? Videoni oxirigacha ko'rsanglar, bilib olasizlar. Bugungi qahramonimiz Ahror aka Uzinfocom kompaniyasida backend dasturchi bo'lib ishlab kelyaptilar. Qahramonimizni bu kompaniyaga ishga kirganlarga 2 yil bo'libdi va shu fursat ichida katta loyihalarda qatnashishga ulguribdilar. Ahror akadan Uzinfocom kompaniyasida xodimlar uchun qanaqa qulayliklar yaratib qo'yilgan deb so'raganimizda, bu yerda xodimlar uchun katta bino, 3 qavatli parkovka, ishlash uchun qulay muhit, dam olish uchun bo'lsa massaj kreslo, chill zona, ovqatlanish uchun oshxona va 2 xil kafe bor dedilar. Qahramonimizdan dasturlashni o'rganib ishga kirishingizda qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan deb so'raganimizda, asosiy qiyinchilik jismoniy mehnat qilib, shu bilan birgalikda dasturlashni o'rganishim kerakligi bo'lgan. Kunduzi ishlab, kechasi akamdan dasturlashni o'rganardim dedilar. Ahror akadan dasturchilar o'zi oyiga necha pul topishadi deb so'raganimizda, hozirgi kunda dasturchilar darajasiga qarab $500 dan $5000 topishyapti deb javob berdilar. Biz ham dasturlashni o'rganib shunaqa pul topishimiz uchun nima qilishimiz kerak deb so'raganimizda, Uzinfocom qoshida ochilgan Yustadia IT kurslarida o'qishni tavsiya berdilar. O'sha yerda kurslarida o'qisanglar, o'qish davomida Uzinfocomda stajirovka qilib, real loyihalar bilan ishlab, IT sohalarini tez o'rganib olsanglar bo'ladi. O'zinglarni yaxshi ko'rsatsanglar, Uzinfocomda ishga ham olib qolishadi dedilar. Agar sizlar ham Yustadia IT kurslarida o'qib, Uzinfocomdagi katta IT kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lsanglar, unda kommentda plus qoldiring.